88 metr kvadratdan iborat 2 xonalikni 3 xona qilingan variantini sizlarga ko'rsataman. Lokatsiya Sentralniy aptekaning orqasida 3 etajli domning 2-etajda joylashgan. Kirpichli proyekt bilan tanishtiraman. To'g'rida uyning sanuzel xonasi, 3-chi qilingan xona, oshxona, 1 va 2 xona. Mana bu yerda asosiy kirib chiqish eshigi. Obzorni sanuzeldan boshlaymiz. Yaxshi eshiklar qilingan, pastdan tepasigacha kafel qilingan. Ushbu videoni mana shu lokatsiyadan uy izlab yurayotgan do'stlaringizga yuboring. Bu esa 3-chi o'zlar uchun taxlab qo'yilgan xona. Turetskiy yaxshi radiatorlar qo'yilgan. Uyning oshxona qismi. Uyning oshxona qismi pastlari laminat qilingan. Mana bu esa mehmonlar uchun kattagina zal, xohlasangiz yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Ochiq balkonlariga ham ega. Ushbu kvartiraga 45.900 so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasiz.